9 aprel jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk davlat arbobi, tengsiz sarkarda va bunyodkor shaxs sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi yurtimizda keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Koson tumanida ham yuksak ruh va ko'tarinki kayfiyatda Amir Temur buyuk sarkarda mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Mazkur tadbir Koson tuman madaniyat bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, tuman axborot kutubxona markazi, Koson tuman ichki ishlar bo'limi 75-33 harbiy qism, 4-batalyon hamda 1-son sport maktabi hamkorligida o'tkazildi. Tadbir davomida Amir Temurning boy tarixiy merosi, uning davlat boshqaruvidagi donoligi, harbiy san'atdagi yuksak mahorati hamda adolat va tartibga asoslangan siyosati alohida e'tirof etildi. Adolat va tartib davlatning ustuni, kuch esa uning himoyasidadir. Men davlatni adolat bilan boshqardim, chunki adolat yo'q joyda baraka bo'lmaydi. Har bir ishni kengash bilan qildim, shunda xato kam bo'ldi. Ilm egalari davlatning bezagi, ularga hurmat farzdir. Do'stni sinab, do'st tutdim, dushmanni esa kuzatib bildim. Adolat qilgan podshoning davlati mustahkam bo'lur. Adolat, aql va jasorat buyuk davlatning uch ustunidir. Koson tuman madaniyat bo'limi tomonidan esa sohibqironning kuch adolatda degan g'oyasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini, ayniqsa yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilayotganini ta'kidlovchi kuy-qo'shiqlar kuylandi. Tuzukları taksır cahanga, yarım dünya hamon aytar rahmat. Tadbirda harbiylar, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari faol ishtirok etib, milliy g'urur va tarixiy xotiraga hurmat tuyg'ulari yanada mustahkamlandi. Bunday ma'naviy tadbirlar xalqimizning boy tarixini asrab-avaylash, buyuk ajdodlarimiz merosini keng targ'ib etish hamda kelajak avlodni barkamol insonlar etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amir Temur siymosi bu kuch, adolat va yuksak ma'naviyat timsolidir. Uning merosi esa bugungi yangi O'zbekiston taraqqiyotida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.